Assalomu alaykum, men ismim Akbar. Hozir Ideal kompaniyasi bozorga qanaqa yechimlar bilan kirayotganligini batafsil tushuntirib beraman. Bizning yechimimiz 3 bosqichli yoki 3 yo'nalishli hisoblanadi. Birinchi yo'nalishda ishonchli boshqaruv, ya'ni mulkdorlar o'z mulklarini investitsiya uchun Toshkent shahrida olgan kvartira bo'lsin yoki uchastkalarini bizga ishonchli boshqaruvga topshiradi. Biz u ishonchli boshqaruvga olingan kvartiralarda uy egalariga har chorak texnik nazorat o'tkazish, kommunal to'lovlarni nazorat qilish va mulkdorlarga kafolatlangan ijara to'lovini ijara to'lovini va'da qilamiz va xavfni o'z bo'ynimizga olamiz. Ikkinchi yo'nalishda esa smart lock va raqamli pasport hisoblanadi. Bunda biz ishonchli boshqaruvga olgan kvartiralarimizga smart lock o'rnatamiz. Smart lock orqali esa bizni ishonchli boshqaruvda turgan ijarachilarimiz bizni ishtirokimizsiz uyga bemalol kirishlari mumkin hisoblanadi va u yerda aqlli qulflar har bir kvartiraga o'rnatiladi. Ijara xonadonimiz xodimsiz kod orqali ko'rsa bo'ladi va Face ID ham qo'shiladi bunga. Professional 360 video va kameralar bu orqali bitta xodim 50 tadan ziyod kvartirani parallel boshqarish imkonini beradi. Va uchinchi yo'nalishimizda marketplace va super app hisoblanadi. Marketplace'imizda kvartiralarni ishonchli boshqaruvga topshirish uchun kvartiralarni zapros berishi, ya'ni so'rov qoldirish mumkin uy egalari va u yer so'rov qoldirilgan uylarni esa ijarachilarimiz ko'rishi va band qilishi mumkin va bizning super appimizda esa ijarachilar o'zlarining ijara to'lovlarini, kommunal to'lovlarini to'lashi, shu jumladan tozalash, santexnik va uy uchun kerak bo'ladigan barcha xizmatlarni chaqira olishi mumkin. Va hujjatlar va shartnomalar ham hammasini o'zini mulkdorni alohida profilda, ijarachini alohida profilda turgan bo'ladi. Bu bizni raqamli smart logimizni ko'rinishi Face ID kod orqali yoki QR kod orqali kirishlari mumkin. Rahmat.